Tak, Suqrot navbatdagisi. Miloddan avvalgi 469-389 yillar. Mashhur Yunon faylasufi Suqrot Attika shahrida haykaltarosh Sofroniks va Doya Fanereta oilasida dunyoga keldi. U juda ko'rimsiz qiyofaga ega bo'lgan, past bo'yli, qorni osilgan, kalta bo'yinli, keng va do'ng peshonali, yapaloq, qanqaygan burnining teshiklari katta, lablari do'rdoq. Suqrotning ukki ko'zlari kishiga zimdan boqishga moyil edi. U doim eski liboslarda yalangoyoq yurgan. Ayollar borasida ham Suqrotning omadi yurishmagan. Garchi 2 marta uylangan bo'lsa-da, oilaviy baxtga erisholmagan. Suqrot asosiy vaqtini munozara va bahslarda o'tkazgan. Bahslarda doim uning qo'li baland kelgan. Shuning uchun ko'pincha uning sochidan tortib kaltaklashgan. Ustidan kulib haqoratlashgan. Suqrot hammasiga dosh bergan. Hatto bir kuni tepki yeganda ham chidab turavergan. Odamlar bundan ajablanishganida ularga qarata shunday degan: eshak tepsa uni sudga berolmayman-ku. Suqrot mohir raqqos bo'lgan va bunday mashqni jismning salomatligi uchun foydali deb bilgan. U talabalarga og'zaki saboq bergan va hech qanday yozma manba qoldirmagan. Timey ismli shogirdi: "Ey ustoz, nima sababdan dono fikrlaringizni qog'ozga tushirmaysiz?" deb so'raganda, Suqrot: "Ey Timey, o'lik hayvonlarning terisiga ishonching va tirik barhayot fikrlarga ishonchsizliging juda mustahkam ekan" deb javob bergan. 389-yili Suqrot bir yurtdoshining fitnasi tufayli fuqarolik me'yorlarini buzganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan va qatl etilgan. Sudda Suqrotning og'zidan chiqqan so'nggi so'zlar shunday bo'lgan: "Menga o'lish uchun, sizga esa yashash uchun shu yerni tark etish fursati yetdi. Faqat buning qay biri afzalligi Xudodan o'zgaga hech kimga ayon emas." Sudda 220 nafar odam Suqrotning aybsizligini yoqlab, 280 nafar kishi esa unga qarshi ovoz bergan. O'sha davrdagi qoidaga ko'ra o'limga mahkum etilganlarga belgilangan vaqtda zaharli sikuta, zaharli suv o'simligi, bodiyoni rumi zangipoya deb ham ataladi, o'simligini ezib ichirishgan. Suqrot ruhining oson-omon boqiy dunyoga rihlat etishini Tangridan fikran so'rab, xotirjamlik va osonlik bilan zahar to'ldirilgan idishni bo'shatadi. Atrofidagi, tegarasidagi do'stlari yig'lab yuborishadi. Faylasuf ularni tinchlantirib, sukunatda
hayot bilan vidolashishi kerakligini uqtiradi. U bir oz yurib, oyoqlari og'irlashgach, turma burchagidagi yog'och charpoyaga cho'ziladi. Keyin Kriton, biz Asklepdan xo'roz qarzmiz, xo'rozni qaytaring, yodingizdan chiqmasin, deydi shogirdiga. Bu Suqrotning so'nggi so'zlari edi. Qadimgi yunonlar odatiga ko'ra bemorlarning tuzalishi uchun Apollonning